Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Bugungi videoda sizlar bilan interaktiv darslar uchun juda qulay bo'lgan Wayground platformasidan qanday foydalanishni bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Agar darslaringizni qiziqarli va samarali qilmoqchi bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Wayground bosh sahifasi. Buning uchun biz wayground.com deb brauzerda yozishimiz kerak bo'ladi. Enter tugmasini bosamiz va mana bu sahifa ochiladi. Bu sahifa ochiladi. Biz bu yerdan sign up ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Sign up mana bu tugmadan ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Va bizga ro'yxatdan o'tishning bir necha xil usullarini taklif qiladi. Bizda har Google account ulangan bo'lsa, brauzerimizda shu Continue with Google orqali kirishimiz mumkin. Bu orqali tanlaysiz va siz emailingizning telefon raqamingiz yoki emailingizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Menda ilhomxo'jamurodov@gmail.com tanlayman va emailingiz parolini kiritishingiz kerak bo'ladi. Mana bizda ro'yxatdan o'tish muvaffaqiyatli yakunlandi. Bu yerda sizdan talab qilinadigan narsa faqat elektron pochtangiz bilan uning parolini kiritishingiz kerak bo'ladi va ro'yxatdan o'tish muvaffaqiyatli yakunlanadi. Bu yerdan siz o'zingizga kerakli bo'lgan testlarni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Masalan, informatika fani umumiy takrorlash testlari va har xil fanlardan siz testlar tanlab o'quvchilaringizga qo'llashingiz mumkin bo'ladi. Matematika fanlaridan va boshqa fanlardan find bo'limiga yozishingiz mumkin. Matematikadan test kerak bo'ladigan bo'lsa, matematika deb yozsangiz, mana bir nechta testlarni chiqarib beradi. Mana bu yerda juda ko'plab testlar bor. Home tugmasini bosdim. Mana home tugmasini bosganimdan so'ng bu yerda mana testlarni chiqarib berdi. Ko'plab testlar bor. Bulardan qanday foydalanamiz? O'zimizga kerak bo'lgan testni tanlab, masalan, informatikada umumiy takrorlash testi. Buni tanlaymanda ustiga bir marta mishkani bosaman va test mana ochildi. Mana testni ishlashimiz mumkin. Internet nima? Global tarmoq. Xo'p, bizga qaytamiz. Biz yangi test o'quvchilarimizga yaratishimiz uchun, yangi o'zimiz yaratishimiz uchun mana bu yerda create tugmasini tanlashimiz kerak bo'ladi. Create. Mana create quiz. Create quiz tugmasini tanlaymiz. Mishka bilan va bizga mana bu oyna ochiladi. Bu oyna ochiladi. Bu yerda biz mana create tugmasini tanlab yangi test yaratishimiz mumkin. Test. Agar sizda bu yerda ingliz tilini tushunishda muammo bo'ladigan bo'lsa, o'ng tugmani bosib, o'ng tugmani mishkani Translate to Uzbek tugmasini tanlashingiz mumkin. Translate to Uzbek saytni tanlayman. Buyruqlarni o'zbek tiliga o'girib beradi. Mana baholash, taqdimot yaratish uchun butun video yaratishingiz mumkin va har xil o'yinlardan foydalanishingiz mumkin. Siz test yaratmoqchi bo'lsangiz, bundan foydalanasiz. Bu bo'limdan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Bu tugmani tanlayman va mana bu yerda demak test turini tanlashingiz kerak bo'ladi. Bu yerda har xil test turlari bor. Ko'p tanlovlagan test, bo'sh joylarni to'ldirish savollari, video
ichiga qo'yiladigan savol turlari va boshqa moslashtirish testlarini tuzishingiz mumkin. Drop deydi. Demak, har xil testlarni tuzishingiz mumkin. Mana bu yerda men mishkani o'sha bu yerdagi test turining ustiga olib borgan vaqtim mana bu yerda qanday test tuzish mumkinligini ko'rsatyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, birinchi testni tanlayman. Birinchisini ko'p tanlovni test tuzishni tanlayman. Va bu yerga men savol yozishim kerak bo'ladi. Savolni masalan kompyuter vazifasi o'yin o'ynash, axborotga ishlov berish. Va bu yerdan yana qo'shimcha buyruqlarga ham yozish mumkin. Xohlasangiz bularni o'chirib ikkita savol ham qilib qo'yishingiz mumkin. Bu yerda to'g'ri javobni belgilaysiz va saqlash tugmasini tanlaysiz. Saqlash tugmasini tanlaysiz. Savol qo'shilib boraveradi.